olamiz. Tayyor bo'lgan penani mana plitani ustiga to'kyapmiz. Kecha qilingan joylar 5 minut qotadi deyapsiz-da, bo'lmasa xotirjam ekanda. Xotirjam yuraverasiz. Siz sakrab qo'yingchi, ko'rib qo'ysiz o'rnashni. Mana ustiga chiqib bemalol. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga kelganmiz. Obunachilarimiz yangilik soha bor ekan, shular sizlarga bittalab hozir ma'lumotini beramiz. Ustaga hormang endi. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Assalomu alaykum. Ishlar yaxshimi aka? Xo'p, tomga pena quyish xizmati. Buni misol uchun mana shu necha kvadrat mana shu joylarimiz? Xo'p, bu obyektimizda 200 kvadratdan oshiq. 200 kvadratdan oshiq mana. Sizlarda xizmatlaring mana shular chiroyli qilib pena qilib berish, ha? Chiroyli qilib. Qani tepaga chiqib ko'rsak bo'ladi. Tevada qilingan ishlar bor, ko'rishlaring mumkin. Qani chiqaylikchi. Xo'p, ustaga qarang. Mana shu tomni o'zingiz qilyapsiz-da hozir. O'zimiz qilyapmiz. Yangi obunachilarimizga, shunaqa qildirmoqchi bo'lgan odamlarga mana shu ishni afzalligini tushuntirib bersangiz. Tushuntirib beramiz. Mana ish jarayonidan boshlab tushuntirib o'tib ketamiz uni. Xo'p, qani bo'lmasa boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Bochkamizga 7 paqir suvni quydik. Xo'p, qani. Sement solamiz. Sement solamiz. Ustoning sirlarini ochamiz ekanda buni. Bugun sirlar ochiladi. Bo'ldi gap. Keyin nima qilasiz? Pena solamiz. Yaxshi. Mana obunachilar hozirga mana shu tuman tomni qanday qilib pena qilishni ma'lumotlarini, to'g'rog'i, sirlarini mana shu ustakamiz bir qator penani solib bo'ldik mana. Penani aralashtirdik. Endi bunga alvastir solamiz. O'zi o'lchamini o'zingiz bilasiz-da, qancha solishda? O'lchamlarini bilamiz. Aytiladi. Mol bilan shug'ullanishadi-yu bilasiz kanalimizda. Ko'pchilik hozir mana endi qishga tayyorgarliklar boshlayapti. Kimlardir tomini yopadi, kimlardir og'ilni yopadi qishga. Albatta. Sovuq issiq hisobini qiladi-da. Qiladi. Shular haqida ham penani ma'lumotlarni berib ketadi. Ular haqida ham ma'lumotlarni beramiz hozir endi. Hozir aralashtirish jarayoni bo'lyapti. Aralashtirish jarayoni. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Qancha aralashadi ustaga bu? 1 minut yaxshilab aralashadi. Ustaga endi tayyor bo'lgan penani mana plitani ustiga to'kyapmiz. Mashalloh, mashalloh. Bu da xotirjam ekanda ishlaring, ha? Xotirjam. Tayyorlab olibdi, sekin quyulaverar ekanda. Albatta. To'g'rilab qo'ying, o'tib ketib qoladi. Xo'p. Ustaga bu qanchada qotiydi endi? 5 minutda ustiga odam chiqib yursa bo'ladigan bo'ladi. Qolgani keyin 3 kun, 4 kunda bemalol juda chiroyli holatga keladi. Hozir buni endi shuvab qo'yasizmi yo shu holatda qoladimi? Bu qoladi shu holatda hozir. Buni ustiga bu hozirgi bu obyektda 10 sm quyilyapti, buni ustiga yana quyiladi. Demak mana obunachilarimiz 10 sm. Mana tayyor bo'lgan tomoni. Zakaz 10 sm ga bo'lganda. Zakaz 10 sm ga. Demak buni ustiga yana quyib berar ekansiz-da? Buni ustiga yana quyiladi albatta. Ustaga hozir mana shu necha pul? 10 sm kvadrati. 45 ming so'm. 45 ming. 5 sm necha pul bo'ladi shunda? 35 ming. 35 ming. 12 ta viloyatgan? 12 ta viloyat bo'yicha xizmat bor. So'raganda arzon ishlatadi. Yaxshi, bitta qulaylik tomoni, yutuq tomoni uyda egasi, ishda egasi hech qanaqa ortiqcha rasxod qilmaydi. Hamma narsani o'zimiz olib kelib, o'zimiz yonimizdan qilinadi. Apparat, misol uchun buni kimdan bo'ladi? Apparatlar hamma yo'qda, xom ashyolarni hammasini o'zimiz olib kelamiz. Uyda egasi suv bilan to'kib bersa bo'ldi. Uyda egasi misol chaqirishdan oldin shepir qilib qo'ygan bo'lish kerak. Shepir bo'ladi. Keyin qiroqlari beton bo'lish kerak-a? Nima bo'ladi? Yo'q, imkon qadar qilgani yaxshi, lekin loy bosiladigan, hozir oldin loy bosilayotgan, somon loy qilinib bosilar. Ana shu holatga kelgan paytda chaqirilsa, o'sha paytda qilinaveradi. Misol uchun meni uyim bunaqa beton bo'lmasi mumkin-da, bunaqa vassali bo'lishi mumkin-da. Vassali joyi bor. Mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa-da, hozir ko'pchilik shunaqa-da. Albatta. Ochingchi. Mana. Xuddi mana shunaqa narsa. Demak, mana vassani shunday qoqilgan holatda, terilgan holatda. Qamish naqa solinmaydi. Qamish, u narsa ketmaydi ortiqcha. Faqat shu material solamiz.
ustidan aka, material quyiladi. sizdan bo'ladimi uni? Material sizdan, to'g'rimi? Material kelishilgan holatda Ha. aytsa agar o'zlaring olib kelaverlar deydigan bo'lsa olib kelinaveradi kelishida. Material uchun kelishilarga obunachilar. Aha. Mana shu hol keltirib turib, mana shu penani ustiga quyilaveradi. 5 Quyilaveradi. sm yoki 10 sm. 5 sm 10 sm xohishga qarab quyiladi. Qarang usta aka, buni baquvvatligi, chidamliligi qanaqa? Shuni haqida gapiringchi. Buni baquvvatligi, chidamliligi a'lo darajada. Hop. Keyin yana qulay tomoni loyga o'xshab turpoq og'ir ves bo'lmaydi buni ustida. Yengil. Yengil narsa. Yengil narsa bo'ladi. Misol uchunchi, mana bizda ko'proq yo'nalishimiz bilasiz, chorva bilan shug'ullanamiz. Tomda misol uchun 2 metr, 3 metr qilgandan keyin unga pars bosadi. Buni bilasiz. Bosadi. U ko'taraveradimi ularni? Ko'taraveradi. Yukka yaxshi. Yukka bo'laveradi. Qani chiqib Faqat uning uchun vassani qalinroq berish kerak xolos. Buni yursam bilamisiz sizdan? Bo'laveradi. Qani. Yuravering. Ay, yaxshi ko'tarar ekan. Bu qachon qilingan bu? Bular kechagi holatda, kecha qilingan joylar 5 minut bular. qotadi deyapsiz-da, bo'lmasa Ha. xotirjam ekanda. Xotirjam yuraverasiz. Siz sakrab qo'yingchi, ko'rib qo'ysiz obunachilar. Mana ustiga chiqib bemalol Bu hozir 5 sakrab- santimi, 10 santimi? 10 sm. Ha, eng zo'r ekan-da bu. Zo'r holatda. 50 ming deyapsizmi, 55 ming deyapsizmi? 45 ming. 45 ming, ha. 10 sm. Obunachilarimiz mana shu holatda kuyib berishar ekan 45 ming so'mdan. Bu uncha-muncha teshiklari yopilib ketar ekanda, qarang. Yopilib ketadi. Bunda Hali kalamush qolgan. kalamushlar, sichqonlar chiqmaydi. Xudo Zo'r ekan. xolasa. Afzalligi yaxshi ekan. Bu yerga demoxodlar Mana- qo'yiladimi? Plitani ustiga dimoxod qo'yilmaydi. Hop. Vassali joylarga qo'yiladi. Ha, vassalga qo'yib ketiladi. Vassalikka qo'yiladi. Hay, yaxshi akalar, abi ko'ryapsizlar, o'ta chiroyli qilinyapti. Bu ish bo'lgandan keyin qandaydir bunday stadionga o'xshab keng qilar ekanda bu yerda. Stadionga o'xshab chiroyli odam bemalol yuradigan bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa mana shu ish bo'ldi. O'zi bu qatda 5 minut bo'ldi. Endi buni ustiga yana o'zi nima qilib, tayyorlaysizlar o'yini. Aha. Yana o'zi qilinaveradi. Yana qilinaveradi. Mana misol uchun 20 kvadrat, 20 kvadrat joyda bo'lib olib Qilinaverar ekan. qilinaveradi. Bo'ldi. Bo'lmasa xizmatlaring misol uchun 12 ta viloyatga bor. 12 ta viloyatga bor xizmat. Mana shu telefon raqamlar ishlaydi. Ishlaydi. Telefon qilib zakaz olinaverar ekan. Olinaveradi. Brigada ko'p-a? Brigada bor. Bitta ishga qarab olinmaydida. Yo'q, yo'q. Ha, bo'ldi gap. Bo'lmasa aka, sizga rahmat. Biz obunachilarimizga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Misol uchun molxonalarimizda hozir ko'proq biz molxona masalan gapiramiz, chorva yo'nalishimiz. Uni qishda aka bu issiqda ushaydi. Issiqda Ana ushaydi. Ushaydi. Yozda salqin qilib. Yozda salqinlaydi, Bizga ushaydi. shu narsa kerak xolos o'zi. Chunki chorva Maqsad shu o'zi. Maqsad shu. Maqsad shu. Afzallik shu. Misol loy shuvoq ham yaxshi, yo'qolmasi bu yangilik bo'ldi. Bu yangilik haqiqatda juda zo'r holatda Mana shu to'g'ri yangilik 250 bo'ldi. kvadrat bormi u taraflar bilan hisoblaganda? Ob'yom Общий kvadrat chiqadi. obyektdagi bo'lasizlar. 3 kunda bo'lamiz. 3 kunga qolib qolmasdan. Ha. 3 kunda mana shunaqa chotki bo'lar ekanda. Bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ldi. Ustaga rahmat, qo'lda bo'yincha Rahmat. Alloh ishlaringizga fayz baraka beraversin. Yashang rahmat.